Assalomu alaykum hurmatli Instagram kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlar bilan video darslikda eng so'nggi urfdagi zamonaviy libosni modellashtirishni birgalikda o'rganamiz. Buning uchun oldi asosimizni to'liq holatda, ya'ni yarim buklovlamiz, butun holatda tayyorlab olamiz va mana shu yon vichkalarni yopib olamiz. Endi yaxshilab e'tibor berasiz. Chap tomondagi ko'krak markazidan yelkaga taxminan 3 ta qirqim beramiz. Va chap tomoni pastki bel vichkasini yopib olamiz. Endi keyingi ishimiz o'ng tomondagi ko'krak markazidan chap tomon yoniga xuddi shunaqa 3 ta qirqim berib olamiz. Andazamiz tayyor. Endi buni matoyimizga joylashtirib olamiz. Bichib oldik. Yelkamizga chok berib, bu yelkaga moslab zborkaga teramiz. Yoniga chok berib, bu yoniga moslab zborkaga teramiz. Bu fasonamiz cho'ziluvchan va yumshoq matolarga juda mos keladi, hattoki qishki villur matolariga ham. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirish va bundanda qiziqarli foydali ma'lumotlar uchun sahifamizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.